Xo'p, hurmatli o'quvchilar, barchaga salom. Sizlar bilan 4-sinf matematika qismida 4-chorakning mavzularida bugungi uy vazifalarini ko'rib o'tamiz. Xo'p, ya'ni bunda nima vazifalarni ko'rib o'tamiz? Bunga ham e'tibor qaratasizlar. Xo'p, qarang. Birinchi mana bu uyga vazifani bajarib olamiz, ya'ni 9-chi. Qarang, bu yerda aytyapti, ifodalarni hisoblang. Ustunlar ustiga gumbaz ishlangan me'moriy inshoot qanday ataladi? Xo'p, buni topishimiz uchun biz mana bu joylarda, mana bu raqamlarni tagidan hozir yozilgan sonlarni topib olamiz. Ya'ni bu sonlarni qanday topamiz desangiz, mana bu sonlarni har birini qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish orqali topib olamiz. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, hurmatli ota-onalar, yaxshilab joylashib oling. Men bo'lsa videoni tushuntirib boshlayman. Xo'p, birinchi qarang. Birinchi daftarga yozib olaman. Mana bu birinchi 6623 + 347 ni yozib olaman. Ya'ni bunda 43 yozib olganimda, qarang. Bu yerga 7 ga 3 ni qo'shsam 0, bir dilda 2 ga 4 6, 7 va 9. 970. A'mizda 970 degan javob chiqdi. Ya'ni bu qatorimizda 970 mana bu joyda bor ekan. Ya'ni bu joyimizga A ni belgilab qo'yamiz. Hozir bu videoda men sizlarga maydalab tushuntirishga harakat qilaman va sizlar bemalol ko'rib, bajarib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana bu 970 degan chiqdi. Endi bu yerga men A nimasini yozaman. Mana. Xo'p, A chiqdi. Xo'p, endi A chiqqandan keyin endi men mana bu D ni ko'rib o'taman. 903 dan 35 ni ayiramiz. Endi mana D da ko'rib o'tamiz. Mana D da ko'rib o'tamiz. 903 dan xo'p, ayiramiz 335 ni. Xo'p, 13 dan 5 ni ayirsak 8, 9 dan 3 ni ayirsak 3. Bu 8 bo'lib qoldi. 538 degan javob chiqib qoldi. Xo'p, 903 dan xo'p, mana bundan bir qarz olib bersak 13, 13 dan 5 ni ayirsak 8, 9 bo'lib qoldi. 9 dan 3 ni ayirsak 9 dan 3 ni ayirsak 6. Xo'p, 6. 9 dan 3 ni ayirsak 6. Xo'p, bu 8 bo'lib qoldi. 8 dan 3 ni ayirsak 5. 568. Xo'p, 568 imiz mana bu joyda bor ekan. Xo'p, mana 568 mana D deb yozamiz mana. Xo'p, mana D deb. Hozir endi uncha o'xshamayapti. Buning uchun uzr so'raymiz. Xo'p, endi muhimi bizga to'g'ri bajarsak bo'ldi. Endi bizga hozir eninchini bajaramiz. Ya'ni mana bu joydan xo'p, sizlarga mana bu joydan eninchisi deymiz va yozamiz. Xo'p, 2784 ni 3 ga bo'lamiz. 2784 ni bo'lamiz 3 ga. Xo'p, 9 ning ichida 27 ning ichida 3 9 tadan, ya'ni 27 0 bo'ldi. Xo'p, 84 ichida keladigan bo'lsak, hozir xo'p, bitta mana bu 10 ning ichida ko'radigan bo'lsak, 2 tadan bo'ladi. Ya'ni 6 bo'ladi. Xo'p, 8 dan 6 ni ayirsak 2, tepadagi mana 4 tushirib kelsak 4, ya'ni 8, 928 bo'lar ekan. 928 deganimiz bor. Ya'ni mana bu enimizni, xo'p, mana bu enimizni mana bu 928 ga yozamiz mana aka. En deb yozamiz mana. Mana en deb yozdik. Xo'p, endi mana bu O ga o'tamiz. Xo'p, mana bu O ga. Ya'ni mana bu joydan do'stlar, video syomka iloji boricha sizlarga mana O dan yozamiz. 700 dan mana 700 dan xo'p, ayiramiz 187 ni. Xo'p, bunda ham qarang. Bunda bir qarz olib beramiz. 10 dan 7 ni ayirsak 3, bundan 1. Xo'p, bundan 6 dan 1 dersak
5. 513 bo'lib qoldi. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, buni ham ko'rishingiz mumkin. 513 bo'lib qoldi. Ya'ni bunga mana O ni olib kelamiz. Mana O ni yozamiz. Endi mana 78 ni mana bu R'ni topamiz mana R. Ya'ni mana bu joyga R deymiz barobar 78 ni ko'paytiramiz 9 ga. Xo'p, birato'la ko'paytirishni ham bajarib, o'rganib olasizlar. Xo'p, 78 ni 8 ni 9 ga ko'paytirsak 72, ikkisi yozamiz. 7 kara 9 63. Xo'p, 63 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 70 bo'ladi. Ya'ni 702. Xo'p, R'imizda 702 chiqdi. Mana bu R bu yerda 702 bor ekan. O'shaning uchun mana bu joyga R yozamiz. Xo'p, endi mana bu joyga esa 832 ni bo'lamiz 4 ga. 832 ni bo'lamiz 4 ga. Xo'p, 832 ni bo'lamiz 4 ga. Xo'p, buni ichida ikkitadan 8 0 bo'ldi. 32. Xo'p, 32 bo'lish uchun nechtadan berib olamiz? 8 kara 4 kara 8 32, ya'ni 28. Xo'p, buni ichida bunda 28 degani yo'q. Xo'p, o'shaning uchun bu yerda 208. Xo'p, bu yerda yo'q. Xo'p, bu yerda ham yo'q. Xo'p, ya'ni mana shuna qilib mana shu tarzda topilar ekan. Ya'ni bundan bo'ldik. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Xo'p, A ni ko'rdik, D ni ko'rdik. Xo'p, N ni ko'rdik. Xo'p, O ni ko'rdik, R ni ko'rdik. Xo'p, T ni ko'rdik. Xo'p, bizda hozirda mana shu hosil bo'ldi. Ya'ni bunda aytayapti, ifodalarni hisoblang. Ustunlar ustiga gumboz ishlangan me'moriy inshoot qanday ataladi? Ya'ni ronda deb atalar ekan. Xo'p, buni mana ko'rlaringiz. Xo'p, endi bu keyingi, ya'ni 10-mavzuga o'tamiz. Xo'p, qarang, aytayapti. Xo'p, bu yerda aytayapti. Samarqandga kelgan sayyohlar Registon maydonini tomosha qilishdi. Ular Ulug'bek madrasasida 1 soat, ya'ni 1 soat 45 minut Sherdar madrasasida undan 45 minut ko'proq. Tillakor madrasasida esa Serdor madrasasidagidan 20 minut ko'p vaqt bo'lishdi. Sayyohlar Registon maydonida qancha vaqt bo'lishgan? Xo'p, buni ham nega bu joyimga ishlab qo'ydim. Yana ham ishlab ko'rsataman sizlarga. Xo'p, qarang. Xo'p, birinchi yozib olamiz. Xo'p, Ulug'bek madrasasi, ya'ni mana Ulug'bek madrasasi. Xo'p, mana madrasasi. Xo'p, 1 soat. Xo'p, 1 soati mana 45 minut bo'lgan. Xo'p, 1 soat 45 minut. Xo'p, mana ikkinchisida esa mana Serdor madrasasida. Xo'p, 1 soati 45 minut bo'lgan. Ya'ni bundan qarang, mana bu joyda aytayapti. Bundan deyapti 15 minut ko'proq deyapti. Ya'ni bu joyga qo'shamiz, 15 minutni qo'shib qo'yamiz. Xo'p, 15 minut qo'shamiz. Ya'ni 15 minut qo'shadigan bo'lsak, 1 soatga 1 soat 45 minutga 15 minut qo'shsak, ya'ni 2 soat bo'ladi. Xo'p, soatga to'g'rilab oladigan bo'lsak, xo'p, endi qarang. Xo'p, uchinchisi nima qilamiz? Bu yerda Tillakor madrasasi hozir mana
Tillakor madrasasida 2 soat 20 minut bo'lishgan. Endi qarang, bu joyda jami yozib olamiz. 1 soat 45 minut. 1 soat 45 minut. 1 soat 45 minut plus 2 soat plus 2 soatu 20 minut. 20 minut. Endi hop, mana bu joyda barobar hisoblaydigan bo'lsak, hop, mana bularni umumiy, ya'ni hisoblab olamiz. Bularni umumiy hisoblab olamiz. Hisoblab olganimizda 5 soatu 65 minut bo'ladi. Endi buni soatga aylantiradigan bo'lsak, 5 soat 65 minut bo'ladi. Buni soatga aylantirsak 6 soatu mana 5 minut. Ya'ni bu yerda Registon maydonida qancha vaqt bo'lishgan desa, 6 soatu 5 minut deb bemalol aytsak bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like va kommentariy esdan chiqmasin va keyingi videolarga ko'rish uchun obuna bo'lib va do'stlaringizga, o'rtoqlaringizga ulashib qo'yingizlar. Barchaga omad.